Hurmatli talabalar, bugungi mavzuyimiz ilmiy tadqiqotning metodologik prinsiplari. Reja. Ilmiy tadqiqot va uning mohiyati. 2. Metodologiya tushunchasi va ilmiy tadqiqotdagi roli. 3. Ilmiy tadqiqotning asosiy metodologik prinsiplari. 4. Metodologik prinsiplarning amaliy qo'llanishi. Birinchi reja. Ilmiy tadqiqot tushunchasi. Ilmiy tadqiqot bu obyekt, jarayon yoki hodisalarni tizimli va asosli o'rganish jarayoni hisoblanadi. Tadqiqotning asosiy vazifasi yangi bilimlar yaratish, mavjud bilimlarni kengaytirish va ularni amaliyotga tatbiq etishdir. Ilmiy tadqiqotning maqsadi mavjud bilimlarni rivojlantirish, yangi ilmiy faktlar va qonuniyatlarni aniqlash, amaliy muammolarga ilmiy yechimlar topish. Ilmiy tadqiqotning xususiyatlari. Obyektivlik. Natijalar shaxsiy fikrga emas, dalillarga asoslanadi. Nazariylik. Tadqiqot mavjud ilmiy nazariyalar bilan bog'lanadi. Sistemali yondashuv. Muammo turli jihatdan qamrovli tarzda o'rganiladi. Amaliy ahamiyati. Natijalar jamiyat, fan yoki texnologiyaga foyda keltiradi. Ilmiy tadqiqotning turlari. Fundamental tadqiqot ilmiy bilimlarni chuqurlashtirishga yo'naltirilgan hisoblanadi. Amaliy tadqiqot amaliy muammolarni yechish va innovatsiyalar yaratish maqsadida olib boriladi. Eksperimental tadqiqot hodisalarni shartli sharoitda o'rganish orqali natijaga erishiladi. Ikkinchi reja. Metodologiya tushunchasi. Metodologiya tadqiqotning nazariy asoslari, yondashuvlari, metodlari va usullarini o'rganadigan fan hisoblanadi. U ilmiy tadqiqot jarayonini tizimli va mantiqiy tashkil etishga yordam beradi. Tadqiqotning metodologik asoslari. Metodologik asoslar tadqiqotning to'g'ri yo'naltirilishini ta'minlaydi. Ular tadqiqotning maqsadi va vazifalarini aniqlash, tadqiqot metodlarini tanlash va ulardan samarali foydalanish, natijalarni tahlil qilish va ilmiy asoslashga qaratilgan hisoblanadi. Metodologiyaning ahamiyati. Tadqiqotning sifatli va ishonchli bo'lishini ta'minlaydi. Ilmiy natijalarni amaliyotga tatbiq qilish imkonini beradi. Tadqiqotchining nazariy va amaliy bilimlarini rivojlantiradi. Metodologiyaning tadqiqot jarayoniga ta'siri. Tadqiqotning tizimli va izchil bo'lishini ta'minlaydi. Muammo va mavzuga to'g'ri yondashishga yordam beradi. Xulosalar va tavsiyalar ishonchli bo'ladi. Metodologiyaning amaliy qo'llanishi. Tadqiqot mavzusini aniqlash va dolzarbligini belgilash, ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish usullarini tanlash, natijalarni ilmiy asoslash va xulosalar chiqarish, amaliy tavsiyalar ishlab chiqish va tadqiqot natijalarini amaliyotga tatbiq etish. Uchinchi reja. Prinsiplar. Obyektivlik prinsipi. Obyektivlik prinsipi shuni ta'minlaydiki, tadqiqot natijalari shaxsiy fikr va qarashlarga emas, balki dalillarga asoslanadi. Har bir xulosa, faktlar, kuzatishlar va statistik ma'lumotlar bilan tasdiqlanishi kerak bo'ladi. Nazariylik prinsipi. Bu prinsipda tadqiqotning mavjud ilmiy nazariyalari va bilimlar bilan bog'lanishini ta'minlaydi. Tadqiqot mavzusi va metodlari ilmiy asosga ega bo'lishi zarurligini nazarda tutadi. Dalillilik prinsipi. Har bir xulosaning ishonchli dalillar bilan qo'llab-quvvatlanishini ta'minlaydi. Tajribalar, kuzatishlar yoki statistik ma'lumotlar tadqiqotning asosi bo'lishi kerakligini hisobga oladi. Sistemali yondashuv prinsipi. Sistemali yondashuv prinsipi
tadqiqot obyektini, uning tarkibiy qismlari, xususiyatlari va ular o'rtasidagi bog'lanishlar bilan birga o'rganishni ta'minlaydi. Bu prinsip muammoni keng qamrovda va tizimli tarzda tahlil qilish imkonini beradi. Ishonchlilik va qayta tekshirish prinsipi. Ishonchlilik prinsipi tadqiqot natijalarining boshqa sharoitlarda takrorlanishi va tekshirilishi mumkin bo'lishini ta'minlaydi. Bu prinsip ilmiy xulosalarning ishonchli va mustahkam bo'lishiga yordam beradi. 4. reja. Tadqiqot mavzusini tanlash. Metodologik prinsiplar asosida tadqiqot mavzusi dolzarb va ilmiy ahamiyatga ega bo'lishi kerak bo'ladi. Mavzu tanlash jarayonida muammoning amaliy va nazariy qiymati hisobga olinadi. Ma'lumotlarni yig'ish usullari. Metodologik prinsiplar tadqiqotchiga ma'lumotlarni to'g'ri va tizimli yig'ish imkonini beradi. Bunga kuzatish, eksperiment, so'rovnoma, intervyu yoki adabiyot tahlillari kiradi. Natijalarni tahlil qilish. Yig'ilgan ma'lumotlar sistemali va mantiqiy tarzda tahlil qilinadi. Tadqiqot prinsiplari natijalarning ishonchli va dalillarga asoslangan bo'lishini ta'minlaydi. Xulosalar chiqarish va amaliy tavsiyalar berish. Tahlil natijalari asosida xulosalar chiqariladi va amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi. Tadqiqot natijalari jamiyat, fan yoki texnologiyaga tatbiq etilishi kerak bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, ilmiy tadqiqot metodologik prinsiplarga asoslanib olib borilganda, u jamiyatga foyda keltiruvchi, ishonchli va innovatsion natijalar beradi. Tadqiqotchi esa o'z bilimini chuqurlashtiradi va ilmiy faoliyatda malakasini oshiradi. Quyida mavzu yuzasidan savollar berilgan. Savollarga javob berishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.